Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustamsiz? Yo'q, men po'rman, qozon kop qilib beraymi? Ya, Usta palakat bo'lib qoldi. Mana shu iltimos sizdan ertalabgacha qilib bering, bo'lmasa adam o'ldiradilar meni. agar men uyga kechki payt bormasam, meni xotinim o'ldiradi, aka. Ustiga o'zi qila olasizmi boshani? Yo'q, qattan qilaman buni. Prosta harakat qilib ko'ring dedim-da. Usta, mana kalit, 3 kunda kelaman. Faqat sizdan iltimos mashina hech kim o'tirmasin. Bo'ldi, aka. Kirib chiqarayotganimizda telefon qilaman, kelib ketaverasiz, aka. Usta aka, Labi? bu bagajga kira separadimi keyin? Ayo sepib nima qilaman? Ozgina yursangiz quyoshda bir xil bo'lib ketadi. Usta, вообще zo'r chiqdi. Endi buni sepilganini hech kim bilmaydimi? Nima hech kim bilmaydi. Ustozim biladi, shogird biladi, men bilaman, siz bilasiz, Xudo biladi, aka. Akajon, mana shuni srochniy polirovka qilish kerak edi. Yo, aka, srochniy bo'lsa qilolmayman, mashinalarim ko'p edi-da. Aka pulini beraman. Yo'q, pulini berasizmi? Ha? Unda olib kiring, qolganlarini tekin yig'yapmiz-ku. Haydang. Sizlarga ham klientlar shunaqa g'alat savollar beradimi? Yana nima savollar beradi? Shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Farosat, 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 senga bermagan farosat, hammani o'ziga bersin, farosat.